Assalomu alaykum. Farruh Medansha davomlashadi. Do'stlar, yana bitta noyob shartga kamera bilan Wi-Fi qo'ydik do'stlar. 4 ta kamera, Wi-Fi. Mana do'stlar, Wi-Fi'larimiz haydaka 35 kilometrdan tortib kelayotgan. Wi-Fi'larimiz qo'yib bo'ldik, kameralarimizni o'rnatib bo'ldik. Bemalol murojaat qilsangiz so'rash pani kerakmi, Wi-Fi'mi, shunday kamerami, arkami, ayiqmi, bemalol murojaat qilsangiz so'rash. Assalomu подписчикам формате Instagram, TikTok, YouTube. Инамуд Wi-Fi qati kamera munde bemalol murojaat qilib so'rash. Kamera Wi-Fi siyani tuyada kamera arka ayiq plus 90 60 4 15 zang qiling. Ina. Yana bitta kamera, ikki tomonga kamera qo'yamiz. Do'stlar, kamera qati munde pon Wi-Fi kamera munde. Bemalol murojaat qilinglar. Mana do'stlar. Dahshat ishlayapti. Kameralar mana hozir ichkari ko'rsatamiz. Mana do'stlar, kameralarimiz polni ishlayapti. Do'stlar, mana kameramizni joylashtirdik. Mana Wi-Fi'miz polni montaj qilib o'rnatib, kameralar ishga tushdi. Polni bemalol murojaat qilsangiz, shuna kameralar uylarga qo'yamiz. Wi-Fi kerakmi? Kamerami so'rash panelmi? Связнойmi? Ina do'stim, kamera pon kurkad, ina через Wi-Fi kadagi, ina bazosh ostam kadai. Wi-Fi'مون 85 کیلومتر سویه زمین کشاورزیه. پول نداری دوچه.